Sizga qiziq bo'lsa kerak, qaysi intellekt aqlliroq, sun'iy yoki haqiqiy inson? Hozir buni bilamiz. Ana endi professional targetolog, ya'ni Abdulaziz Usmonbekovning fikrlarini eshitib ko'ramiz. Hop, target nima? Target bu oddiy tilda aytadigan bo'lsak, reklama yoqish, to'g'ri maqsadli auditoriyaga reklamani ko'rsatish. Har bitta biznes turiga qarab turib, o'sha biznesga mos keluvchi klientlarni topib berish. Instagramdagi yoki shu Facebookdagi reklamamiz orqali. Keyingi target nima uchun ishlatiladi? Eng asosiy ishlatilgan narsa bu sotuv uchun, ya'ni sotuvni oshirish, yangi mijozlar oqimini olib kirish yoki brendning taniqliligini oshirish, brendni o'sha joyda borligini bildirib turish uchun foydalansa bo'ladi. Bundan tashqari prosmotrlarni oshirish, aktiv podpischilarni jalb qilish, shu kabi maqsadlarda bemalol foydalansa bo'ladi. Mana ko'rdinglar kim aqlliroqligini va bu video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin.